Chilonzor 7-kvartal 3 xona, 4 xona qilingan 1-etaj Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan sotilayotgan uyimizni obzor qilamiz. Qani ketdik. Televizorning zona krushni qo'shganmiz. Bu yoqda bolajonlar yotoqxonasiga ko'zinglar tushadi. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin, o'zini televizorlariga ega. Aytib o'tganimdek, uyimiz 1-qavatda joylashgan, o'zini mana shunaqa chiroyli atmosferasiga ega. Umumiy maydoni 65 kvadrat metrdan iborat. Hamma xonalarga topli pollar o'rnatilgan. Bu yo'ni kladovka, garderob sifatida foydalansanglar bo'ladi. O'zini razdelniy sanuzel qismlariga ega. Sovg'asiga mana bu ajoyib kir mashinasi qo'shib beriladi. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yinglar. Choy ichib o'tirish uchun stul shart-sharoitlarini ko'rdinglar. Bonusiga mana bu ajoyib konditsioner qo'shib beriladi. Bu 4-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. O'zini mana shunaqa chiroyli agorodlariga ega. 1,5 ga 3 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Ovqat qilganinglarda yog' hidi chiqmasligi uchun mana bunaqa razdvojnoy eshiklardan foydalanilgan. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Podyezdlarni ham ko'rishingiz mumkin, toza, akkuratni. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan bu fayzli xonadonimiz mana shu 4 qavatli domni 1-qavatida joylashgan. Novza metrosiga 7-8 daqiqalik yo'l. Mana shunaqa chiroyli detskiy plashatkalarga ega. Uyimiz narxini $95,500 so'rayapmiz. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun opisaniyada telefon raqam qoldirdim.